Assalomu alaykum, aziz musofirlar. Meni bu murojaatim hamma Rossiyada yurgan musofirlar nomidan O'zbekistondagi blogerlarimizga. Akalar, opa-singillar, to'g'ri tushuninglar-da bitta narsani. Ko'pchilik vahima qilib aytayapti, "Shu Rossiyadan qaytinglar, Rossiyada urush bo'lyapti, Rossiyada farzandinglar u bo'ladi, hindlar keldi, u bo'ldi, bu bo'ldi." Qarasho, xo'p, qaytamiz O'zbekistonga. Rossiyada yurganimiz bilan biz hech kim urushga chaqirayotgani yo'q, hech kim bizni urushga olib ketayotgani yo'q. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi blogerlar bu narsani noto'g'ri targ'ib qilib tarqatmanglar. Hech qachon hech qaysi o'zbekda olib ketayotgani yo'q. U videolarni просто vahima qilishni qo'yapsizlar, lekin po zakonu ular surishtiradigan bo'lsa, bunga ham sizlarga statya bor. Shuning uchun yo'q narsani gapirmanglar. Hech qaysi o'zbeklarni mana 15 yildan beri Rossiyadaman, 4 ta farzandim bilan, Xudoga shukr. Hech qaysi o'zbeklarda o'zidan o'zi bolalarini olib ketib qolayotgani yo'q. Olib ketmaydi ham. Zakon есть, закон везде. Понимаете? Вот просто men bitta narsaga xafa bo'layotganim, Rossiyadagi masalan ersiz yurgan ayollarni gapirasizlar, yomon ish qilgani borganda, Turkiyadagi ayollarni ham gapirasizlar. Ha, xo'p, O'zbekistonga qaytamiz. Bizga oylik qilib beringlar. 10 million хотя бы oylik qilib bera olasizlarmi? Hozir masalan men 4 ta farzandim bor. Andijonda bitta hovlim bor xolos. Ikkita o'g'lim, ikkita qizim bor. Qizim kontrakt o'qiydi, o'g'lim ham kontraktda o'qiydi. Kontraktda o'zi palon pul. O'zingizlar ko'ryapsizlar. O'zbekistonda nechta kontraktga o'qiganlar kerak bo'lsa, ishsiz qiynalib yuribdi. 10 million oylik menga masalan qilib bera olasizlarmi? Xo'p, masalan, o'sha paytda harakat qildim. Yer berilyapti dedi, bolalar puli beriladi dedi. Oddiy mahallaga chiqsam, mahalla komitetiga. Zato что qaynakam meni Rossiyada yurgani uchun bolalar pulini bermagan. Rosa harakat qilganman, hokimiyatlargacha borganman, bermagan. 4 ta farzandim bilan, o'rta ma'lumot diplomim bilan rosa bo'lsa O'zbekistonda 3 million oylik oladi medsestralar. Yolg'on bo'lsa o'zingizlar aytinglar. Men bu narsa bilan siyosatga aralashmoqchi emasman yoki O'zbekistonni yomon demayman. Hamma joyda mehnat qilgan, oliy ma'lumotli bo'lgan, biznesi bor odamlar yashayapti hozir. Bo'lmasam yordam beringlar bizga. Men O'zbekistonga hop 4 ta bolam bilan qaytib boraman. 2 ta bolamning kontrakti bor. Uy joyimga gaz, svet, suv, nalogga to'lash kerak. Uni qanday qilamiz? Oddiy mashinaga ham nalog to'latyapsizlar. Endi o'zingizlar o'ylanglar-da. Biz masalan Rossiyaga ketdik deganimiz havasdan emas, qiynalganimizda, majburligimizdan yashaymiz. Otamiz o'tdi, mana bora olmadik. Zato что farzandim musofirlikda ishlaganim uchun, mehnat qilishim kerakligi uchun, bolalarimning kontraktini to'lashim kerakligi uchun. Nima qilishimiz kerak? Bu narsani yomon o'ylamanglar. Halol narsa har joyda halol bo'ladi. Faqat yaxshi niyat bilan musofirlar ishlab yuribdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozirgina bu opamizning gaplarini eshitdingizlar va bu video aynan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va administratsiya rahbari Saida Mirziyoyevaga tegishli. Oxirigacha ko'ringlar. Ma'lumki, oxirgi paytlar juda ko'p har xil o'zimizning qo'shtirnoqchidagi blogerlar, deputatlar juda ko'p aynan migrantlar haqida ko'p provokativ videolar qilyapti va kerak bo'lsa ko'pini e'tibor bersa emigrant yozadi. Emigrant degani o'sha bu batamom ko'chib ketdi, masalan, O'zbekistondan batamom Amerikaga, Yevropaga ko'chib ketdi, yo Rossiyaga ko'chib ketdi, u emigrant bo'ladi. Vaqtincha Rossiyaga kelgan bu migrant. Emigrant bilan migrantni birinchi farqiga boringlar. Provokatsiya qiladigan har xil qo'shtirnoq ichidagi siyosatchilar, deputatlar va blogerlar. Hech qaysi biri mana shu oddiy xalqni dardiga sherik bo'lishni xohlamaydi. Hozir juda o'tinib so'rab, davlatimiz rahbariyatidan aynan shuni juda istar edimki, bir maxsus kerak bo'lsa mana biz faollar juda ko'p. O'zbekistonda vatanini sevadigan insonlar juda ko'p. Migratsiyani yo migrantlarning muammosini o'rganib chiqib, hozir o'sha ayni vaqti keldi. O'zbekiston rahbariyati bilan Rossiya rahbariyati aynan mana shu migratsiya sferasida tartib, intizom o'rnatish payti keldi. Bunday olib qarasak agar Moskvada, Piterda endi men ko'proq shu ikki shaharlarni bilganim uchun, yo videolari ko'proq shulardan tarqaladi. Juda ko'p muammolar, aynan ochredlar ko'p, ichkarida yaxshi mutaxassislar kam. Shuning orqasidan juda ko'p dafkalar ham bo'ldi. Nechta odamlar ochredda qolib o'ldi ham. Bu voqealar hammasi bo'ldi. Shuning uchun aziz davlatimiz rahbariyati, sizlardan iltimos, shunaqa bir takliflar, nimalarni o'rganib kelinglar birgalikda o'zimizni, xalqimizni migrantlariga yordam beraylik. Bu juda muhim. Negaki, mana shu Rossiyada yurgan migrantlar xohlamasak, O'zbekistonni pashti eng kamida teng yarmini iqtisodini ko'taryapti. Uni avvalgi videolarimda ko'pini o'sha aytib berganman, kerak bo'lsa keyingi videolarda yanada uni isbotlarini ko'rsatish mumkin. Negaki bu yerdan borayotgan pullarning hisobidan baribir o'sha magazinlarda, bozorlarda, boshqalarda aynan mana shu savdo bo'ladi. Va kerak bo'lsa o'sha Rossiyadan odamlar pul jo'natib, uydagi gaz, svet va boshqalarning pulini beryapti. Shuning uchun iltimos sizlardan harakat qilishimiz kerak. Masalan, birinchi очередda masalan mana shu registratsiyalar muammo, yo трудовой договор, shu patentni qildimi? Частный sektorda masalan remont kvartira yo deylik tikuvchilik, mana shunaqa sohalarda ishlaydigan ba'zi birovlarni aniq ish joyi yo'q. Kimdir uyidan tikib sotishi ham mumkin, yo har xil sohalar. Shunda o'sha bizning davlatimiz harakat qilish kerakki, hech bo'lmasa mana shularga samazanity deydi, o'zini o'zi band qilgan sifatida, demak, soxta трудовой договорlarni deb odamlar shuncha patent qilyapti, boshqa narsalar qilyapti va lekin ular alal oqibat 2 oydan keyin kuyib annulировать bo'lyapti. Aynan primoy odamlar masalan dacha sohibi bilan yo boshqalar bilan primoy ishlaydiganlar uchun maxsus hech bo'lmasa samazanity qilib berishni loyihasini qilish kerak va buni iloji bo'lsa davlat aro mana shu kelishuvga tizimiga kelish kerak. Undan tashqari, shtobiki mana shunaqa очередlar yo deylik registratsiyaga vaqtiga qo'ya olmaydi, negaki FMSlarga borsa очередlar katta, odam yetishmaydi va kerak bo'lsa odamlar yo'q joydan
shtraflarga kirib qolyapti. Shtraflarni ketidan boshqa muammolar ketib qolyapti. Shuning uchun hozirgi zamonada buni bir necha xil yechimi bor. Birinchisi hech bo'lmasa masalan konsulskiy uchot degan narsa bor edi, to'g'rimi? Mayli kelinglar, endi davlatimiz ham biz va'da beramiz, masalan har bitta O'zbekistondan Rossiyaga kelmoqchi bo'lgan davlat oldida va'da bersin. Ko'cha-ko'ylarda sandiqlab yurmayman. Borib bu yerda halol ishlayman. Har xil noma'qul ishlar bilan shug'ullanmayman deb davlatga va'da bersin. Davlat masalan o'sha har bitta hozir sizlarga ham katta rahmat, hozirgi paytda masalan ko'p katta shaharlarda o'sha konsulstvalar bor. Demakki, qaysi regionda bo'lsa, o'sha konsulstvani o'zi O'zbekiston fuqarosi bo'lmasa o'shanaqa shartnomalarga qo'l qo'yib, bo'lmasa qog'ozda kerak bo'lsa bitta videoda alohida bitta sayt qilish kerak, va'da bersinki, men Falonchev Bismatovcha Rossiyaga boryapman, chestna halol ishlashga va'da beraman va mening konsullik uchotga qo'yinglar, misoliga. Ular hech bo'lmasa konsulstvan uchotida tursin va ko'chada mana shu o'sha как будто бы O'zbekiston davlatining himoyasida bo'lsin. Hamma davlatlarda bo'lgani kabi aynan mana shu migratsiya sferasida juda ko'p mashayniklar ko'p, har xil soxta kompaniyalarni deb, ularni bir kunlik faoliyatini deb halol ishlayman degan odamlar azob chekyapti. Mana shu registratsiya va boshqa narsani, deylik mana shu Moskvada amina приложение qilib, через GPS qayerda yashashini bildiryapti. Va masalan ular kvartirani arendaga olayotgan bo'lsa, hamma kvartira egalari ham uni registratsiya qilishdan qo'rqyapti. Bu mana shu yerdan borayotgan migrantlarning aybi emas. Bu o'sha qonunlardagi probellar, kamchiliklar. Shuning uchun hech bo'lmasa registratsiyasini bir tomondan mana shunaqa balkim yechim qilish mumkin. Shuningdek odamlarimiz, fuqarolarimiz davlatdan himoyani talab qilayotgan bo'lsa, misoliga davlatga bular va'da bersin, davlat to'laqonlik, ha, mana bu meni fuqaroyim, mana shu fuqaro menga va'da bergan, bu meni uchotimda bir narsa bo'lsa, keyin mana bu O'zbekiston qonunchiligi yo Rossiya qonunchiligi bilan jazolash mumkin degan narsani qilsak, mana shu bardakni ko'pini yechar edi. Bu takliflarni o'zaro yana ko'proq izuchat qilish kerak. Bu prosta meni oddiy shaxsiy fikrim. Undan tashqari, hech bo'lmasa bizlarda rus tilini yaxshi biladiganlar bor. Misoliga, shunday qilaylikki, hech bo'lmasa davlatlar bilan o'zaro shartnoma qilib, misoliga, demak, hachaba masalan o'sha dokumentlarni tekshiradi inspektor, vakolatli inspektor uni tekshiradi, ancha vaqti ketib qolyapti. Mayli desa, bular hech bo'lmasa kontrakt asosidami yo boshqacha qilib O'zbekiston davlatidan masalan, deylik mana shu yerda Rossiyada ishlayman degan, yashayman degan odamlar ichida dokumentlarni tushunadigan, xat hujjatlarni tushunadigan, hech bo'lmasa bizlarnikidan dokumentlarni olib, tayyor tekshiruvdan o'tkazib, misoliga, polni bo'yinni o'sha bu yerda O'zbekiston davlati ham o'sha fuqarolarni ustidan olyapti. O'sha deylik kimgadir registratsiya berishga tanishi rozi bergan, yo boshqa bo'lgan. Mana shularni dokumentlarni olib kirganda o'sha FMSda bular ko'rib, hammasi yaxshi desa, politsiya xodimi FMSda ishlaydigan, bular politsiyaga qarashli. Keyin 90% o'sha obrabotkadan o'tgandan tezda yana ko'z oldidan o'tkazyapti va pechatni bosib bersa, qarabmizki, hech bo'lmasa registratsiyada turaman deganlar registratsiyadan o'tyapti. Samazanity bo'lganlar patenti ham bekor bo'lmaydi va shu kabi muammolar yechiladi-da. Rossiya bilan biz yaxshi bo'lishimiz kerak. Xohlamasak, u bizni yaqin qo'shnimiz. Kerak bo'lsa, soyuz paytida ham bizga Rossiyadan juda ko'p kartoshkalar borardi. Hozir biz xohlamaymizmi, Rossiyada, masalan, janubida klimati bizga yaqin klimat. O'zimizda juda ko'p mutaxassislar bor. Suv tanqisligidan boshqa tomonlama dehqonchilik qilishni biladi, ularga sharoit yaratib berish kerak. Kerak bo'lsa, men bu haqda hali 2008-yillar o'sha paytlar mana shu Solovyov boshqasiga men xatlar yozganmanki, kelinglar davlat aro yoki deylik mana tumanlar aromi yo viloyatlar aromi, masalan deylik Samarqand viloyatining hokimi, misoliga deylik Astraxan viloyatining hokimi bilanmi yo Tatariston bilanmi, shunaqa bizlarga masalan imkoniyat yaratib beringlar, misoliga. Ferma bo'ladimi, chorvachilik mahsuloti yo yerlar bo'ladimi, biz kelib o'zimiz, kerak bo'lsa davlat investitsiya ham kirgizsin, misoliga. Yo Rossiya investitsiya bersin, o'sha narsani qilib, mesni masalan shu Rossiyaning bozorini ham zongaron har xil ovoshi frukti, meva sabzavot bilan to'ldirib, kerak bo'lsa o'zimizning bozorimizga ham shuni oldingidek poyezd yo'llari bilan yuborsak, bozorimizda ko'payadi. Hozir bunday qarasak, Rossiyaga eksport qiladigan har xil meva-chevalarni deb, o'zimizning ichki bozorimizda ham meva-cheva juda qimmat, kartoshka yo boshqa narsalar ham juda qimmat. Mana shu narsalarni agar to'g'ri yondoshsa, bir davlatimiz rahbariyati, darhaqiqat migrantlar bizlarga kerak. Toshkentda ko'p muammolar ko'rinmaydi, negaki Toshkentga butun respublika puli kelyapti-da. Shuning uchun masalan ko'p davlat rahbariyati ham va boshqalar ham Toshkentni ko'rib, bu butun O'zbekiston shunaqa Toshkentdagi yashayapti degani emas-da. Va lekin biz harakat qilishimiz kerakki, mana shu viloyatdagilar, tem bo'li mana aholimiz o'syapti. O'sgan sari endi har yili yoshlar juda ko'p. Endi maktabdan keyin baribir ish kerak ularga.
Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi tan olishimiz kerak. Qanchalab odamlarimiz shunday maktabni tugatib, Rossiyaga kelib, mana shu yerda hunar o'rgangan juda ko'p. Kimdir oshpazlikni o'rgangan, kimdir kafel terishni, kimdir boshqa remont, beton qo'yish, juda ko'p narsalarni aynan yoshlarimiz kelib Rossiyada hunar o'rgangan juda ko'p. Noshkorlik qilmaylik. Yaxshimi yomonmi, Rossiya bilan hozir to'g'ri muloqotlar qilish kerak. Shuning uchun deyapman, mana kimda yana takliflar bor. Hozir ayni davlatimiz o'zimizni migrantlarga yordam berish payti keldi. Oddiy xalqimiz, oddiy oilamni boqay deb har xil tazyiqlarga uchrab qolishi, yo deylik mana shu dokumentlar annulyirovat bo'lishida bu yerda aynan befarqlik ko'p. Befarqlik ko'pligi hisobidan odamlar aziyat chekyapti. Yo'q joydan kimdir deport bo'lyapti, kimdir yanadir boshqa bo'lyapti. Bardak hamma joyda. Shuning uchun hozir ayni kunda faollar kerak. Davlatimizni, haqiqatan ham vatanimizni, millatimizni, o'zimizni insonlarni qadriga yetib, ularni o'ylab, bir-biriga podдержка beradigan zamon bo'ldi. Ko'ryapmiz, dunyo notinch, xohlaganini qilyapti. Shuning uchun aziz davlatimiz rahbariyati, iltimos. Men avvallar ham ko'rsatdim, mana bu yerda ham ko'rsatyapman yana bir bor. Mana shu o'zimizning konsullikka, men masalan katta o'g'limni bor shu yerga yordam ber deb, o'zim qo'limdan kelgancha shuni qilyapman. Hozircha u student magistraturani tugatyapti. Bu hamma muammolarni yechsa bo'ladi. Shunga jelani kerak. Odamlar darhaqiqat misoliga ham men oilamni boqaman desa, o'sha ko'p Rossiyadagi ish beruvchilar bilan men shaxsan o'zim gaplashganman. Kerak bo'lsa oilasi bilan kelaman deganlarga alohida ishlar bor. Boshqa-boshqalarga ham ishlar hammasi bor. Biz bundan ham o'zimizni, davlatimizni manfaatini ko'zlab, ham mana shu Rossiyani o'zini ham ularga qanaqa foyda bo'lishini ko'rsatib, eng nasamon verxushka deydi-ku, eng tepada mana shu muammolarni hozir yechimini qilish kerak. Oddiy xalqimiz bu tomonlama migratsiyada har tomonlama qiynalyapti. Bu yerdan o'zimizni soxta deputatlar, soxta blogerlar vaysiraveradi, yolg'onni yashir gaplarni ko'paytirib, lekin hech kim mana shu oddiy migratsiyada yurganlar, hech qaysi bir havasda yurmaganlarning qadriga ko'pchilik bormayapti. Shuning uchun bu narsalarni muzokaralar yo'lida, muloqotlar bilan xalqning dardini ichidan o'rganib, mana shu narsalarni qilish kerak. Kimdaki migratsiya sferasida muammolari bor yo takliflari bor, mana nomer xohlasangiz videoda, xohlasangiz audioda yo WhatsApp, Telegram orqali menga murojaat qilib aytishlaringiz mumkin, lekin yana bir marta aytaman, aziz davlatimiz rahbariyati. Bu narsalarga yengil qarash kerak emas. Mana shu narsalarni qilsak, kerak bo'lsa o'zimizning odamlarimiz целенаправленно mana shu yerga kelib, dehqonchilik bilanmi, deylik, chorvachilik bilanmi, nima bilan shug'ullanmasa ham, bu ham Rossiya bozori uchun yaxshi, ham o'zimizning bozorimizni to'ldirishni iloji bo'lar edi. Mana shu narsalarni qilsak, o'zimizning xalqimiz ham boyar edi. Qismiga arzon kartoshka, poliz mahsulotlari yetib borishi ehtimoli katta. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, siz Saida Mirziyoyeva o'zingiz aytdingiz. Suvlar kamayib qolganligini siz juda yaxshi bilasiz. Biz hozir bu muammolarni ustidan boshlamasak, keyin ancha kech bo'lishi mumkin. Shuni biz xohlasak, xohlamasak, kim Rossiyada yashayman desa, Rossiyada ishlayman desa, xohlovchilar ko'p-ku, hech kimni majburlash kerak emas. Mana shu xohlovchilar uchun mana shu yerda to'g'ri sharoitlar qilib, ikkala davlat, ikkala tomonning foydasiga bo'ladigan narsalarni qilishimiz kerak. Migrantlar bizlarga kerak. Migrantlarning bori mana shu O'zbekistonda juda katta tovar-оборотlar qilib, mana shu barcha soliqlarga, boshqa-boshqasiga, aynan ekonomikamizning o'sishiga mana shu yerda Rossiyada ter to'kib yurgan основной baribir pul Rossiyadan. Adashmasam baribir 90% pul baribir Rossiyadan boryapti O'zbekistonga. Qolgani u Qozog'iston, Yevropa, boshqa-boshqasi bu hammasi juda mizer nima. Va kerak bo'lsa Yevropani ta'riflayotgan mana bu videoning oxirida Yevropani ahvolini ko'rib, to'g'ri xulosa qilinglarki. Do'stlar, yaqinlar, birodarlar, hozir meni mashinamga 2 soat oldin mana 8-yanvardan 9-yanvar o'tar kechasi 2 soat oldin o'g'rilar hujum qilishdi. Biror gram yukim qolmay olib ketishdi. Templarimni yirtib taylagan, sharmanda qilib, mana politsiya chaqirdik, politsiyaga meni olib ketyapti, mashinam bilan birga, bilmadim qayerga olib ketyapti. Fransiya, Parij atrofi, bir haftadan Parijga yaqinlangan, Parijga borishdi, Parij atrofi emas, Parijga borish. Ko'ramiz endi nima bo'ladi, nima qiladi. Xudoning o'zi qo'llasin, sog' bo'lasizlar, duo qilinglar. Ana ahvolda qaranglar, ahvoldan ko'ryapsizlarmi? Yevropada tentlarni, reflarni, qulflarni buzib, tentni kesib, o'g'irlikdan tashqari faralarni ham o'g'irlaydi, birodarlar, faralarni, salonga ham hujum qiladi. Hali salonlarni videolarini ham qo'yib beraman sizlarga. Mana ko'ryapsizlarmi? Ana ketdi ikkita qoravoy, ikki tarafdan Scania'ni ana farasini oldi, mana bittasi chapdan sug'urib oldi, ikkinchisi sal qiynalyapti. Unisi ketdi. Qaranglar, mana buni ham sug'uradi, hozir qarab turinglar, ana oxirgacha sug'uradi. Mashina egasi yo'q. Ana ketdi, ko'rdinglarmi? Ketdi ana ahvol mana shunaqa, birodarlar, tanjonlaringiz o'zlaringdan asranglar, hech qachon qarshilik ko'rsatib o'tirmanglar, strafovka qilingan birodarlar, strafovka qilingan, qarshilik umuman qilmanglar o'zlaringdan. Hozir hech narsa osonchilik emas. O'ylaymanki, fikrlarni to'g'ri o'rganib,
qo'llab-quvvatlaysizlar. Davlatimiz rahbariyatidan yana bir bor aytamanki, iltimos befarq bo'lmaylik. Odamlarimiz yo'q joydan dokumentlari annullировать bo'lyapti yo boshqa har xil yo'q joydan deportlarga uchrab qolyapti. Mana shu muammolarga juda katta diqqat e'tibor qarataylik. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Hammasi yaxshi bo'ladigan deman. Allohga solay.